Sabab va oqibat qonuni. Faqat bir din bor, bu haqiqat dini. Agar siz chindan ham haqiqatni izlasangiz, unga erishish uchun bor imkoningizni ayamaysiz. Haqiqat yo'lda eng qiyini u haqidagi avvalgi tasavvurdan voz kechishdir. Kimki o'z tasavvurini to'g'ri deb qadrlasa, o'z mamnunligiga bino qo'yib, gunohlarni oqlasa, hech qachon haqiqatni topa olmaydi. Koinot kichik, mayda zarrachalardan iborat. Benuqson va buyuk muhtashamlik o'sha kichik, mayda zarrachalar asosida yaratilgan. Hamma narsa tartibda. Chunki ularning hammasini sabab va oqibat qonuni boshqaradi. Sen qanaqa bo'lsang, sening dunyoing ham shunaqa. Sen o'z hayotingni qanday tashkil etsang, seni hayot shunday qiladi. Siz hayotingizni yaxlit yashamaysiz. Siz umr degan o'zining yillar va uning onlarini yashaysiz. Hayot bu umr davomida qaytariladigan bir maktabki, unda inson sabablar zanjirining bir bo'lagidir. Shuning uchun ham inson umri sabab va oqibatlardan iborat. U ekadi va o'radi. Uning har bir harakati bu sabab va uning oqibati mevasidir. Inson har doim sababni tanlaydi. Tanlov erkinligi shunda. Lekin u sababga zid oqibatni tanlay olmaydi. Taqdir shunda. Shu tarzda erkin tanlov sabab yaratadi. Taqdir esa natijani boshqaradi. Bizning azob uqubatlarimiz bu faqatgina bizning bilimsiz tanlovdagi xatolarimiz va noto'g'ri harakatlarimiz natijasidir. Pirovardida biz faqat o'zimizni o'zimiz azoblashga majburmiz, boshqa hech kim. Agar shunday bo'lmaganida inson yovuzlik qilib oqibatdan qocha olardi. Unda adolat qonuni bo'lmas edi. Bu qonunsiz esa koinot muvozanatini yo'qotardi. Hamma yoq ostin-ustun bo'lardi. Siz natijalar haqida, kelajak haqida qayg'urmang. Siz shaxs sifatida yuksalishga intiling. O'sish yo'lidagi kamchilikni yo'qotish to'g'risida qayg'uring. Oddiy haqiqatni tushuning. Qalbakilik hech qachon haqiqatning natijasi bo'lmagan va bugungi ezgulik nojo'ya kelajakni yaratmaydi ham. Siz o'z harakatlaringizni boshqara olasiz, lekin natijalarni emas. Bugungi qilgan ishingiz natijasi ertangi quvonch yoki qayg'udir. Shuning uchun siz bilan nimadir sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi haqida emas, balki hozir nima haqida o'ylab harakat qilish tashvishini qiling. Kimki ezgulik qilsa, natijadan xavotirlanmaydi. Chunki u omadsizlik qo'rqinchidan ozod. Nafaqat siz haqiqatni qidiryapsiz, haqiqat ham sizni qidiryapti. Hamma dunyodagi barcha jonzotlar baxtli bo'lsin.